Jangir! Avtomobilga! Jangir! Ey, chaqachi! Nima? Ha, bir tabaqali termo eshiging nech pul? 5 million so'm. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Sizga ham eshiklar narxlarini aytganda xuddi shunday yuzingizga urgandek bo'ladimi? Aslida esa mana bunday bo'lish kerak. Assalomu alaykum. Menga eng zo'r bir tabaqali eshiklarni tavsiya qiling. Men sizga Termo 70 eshiklarini tavsiya qila olaman. Ular nafaqat zamonaviy ko'rinishga ega, balki texnik jihatdan ham mukammal ishlangan. Har bitta petlyasi 120 kggacha ko'tara oladi. Shuni hisobiga eshigimizni enini 1.10 gacha, balandligini 4 metrgacha qila olamiz. Ular qishda uyingizni sovuqdan, yozda esa issiqdan saqlaydi. Shuni hisobiga kommunal to'lovlardan ham tejalasiz. Bu profilga zavodda o'zi 50 yil garantiya bera oladi. Bu degani eshigimiz sizga kamida 80 yil xizmat qiladi. Bu esa nevaralaringizga ham yetadi degani. Men o'zim xohlagandagi eshik ekan. Narxi nech pul? Shuncha qulayliklarga qaramasdan atiga 5 million so'm. Menga ma'qul. Olaman. Biror bir narsani xarid qilmoqchi bo'lsangiz, avvalambor uning narxiga emas, balki qiymatiga e'tibor bering. Shundagina o'zingiz xohlayotgan narsani xarid qilasiz va pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Ako Servis. Ishonch yillarda sinaladi.